Darslarimizni davom ettiramiz. Python bo'yicha. Dars 2 degan bitta papka yaratamiz. Agar kimdadir shunga o'xshagan oyna ochilsa, Trust Projectni bosib olish kerak. Bosganingizdan keyin mana bu oyna ochiladi. Buni o'tgan dars ko'rdik. Ya'ni ichidagi ma'lumotlar kerak emas. Noldan o'zimiz yozamiz. Iloji bo'lsa mana qatorlarni ko'paytiraversangiz bo'ladi. Enterni bosib tursangiz qatorlaringiz ko'payadi. Pythonda, ya'ni aynan Pythonga xos narsa emas, qolgan tillarda ham bor. Data types degan tushuncha bor. Data types. Data types o'zbekchasi ma'lumot turlari bo'ladi. Ya'ni ma'lumot turlari. Bu komment hisoblanadi. Ya'ni Chernavik vazifasini bajarib beradi. Ma'lumot turlarini, ya'ni Ctrl / bilan bossangizlar kommentariyaga olib qo'yiladi. Ya'ni Ctrl + / shuni ikkalasini birgalikda bosasizlar. Ctrl / shu belgi / deyiladi. Ya'ni bo'luv deb ko'pchiligi atashadi. Ma'lumot turlari. Bugungi ma'lumot turlaridan stringni ko'rib chiqamiz. String, ya'ni Pythonda stringni str deb qisqartirishadi. Ya'ni str ko'ryapsizmi? Demak, bu yerda string haqida gap ketayotgan bo'ladi. Bitta print o'tgan dars ABC qilib ko'rsatdim va nima uchun mana bu qo'shtirnoqlar qo'yilishini keyingi darsga qoldiramiz deb aytib ketgandim. Aynan bugungi temamiz shu. Shu string deyiladi. Ya'ni qo'shtirnoqning ichida kelgan narsalar string deyiladi. Qo'shtirnoq ikkitalik qo'yishingiz mumkin, bittalik qo'yishingiz mumkin, ikkitalikdan uchtalik qo'yishingiz mumkin va bittalikdan uchtalik qo'yishingiz mumkin. Bularning hammasi ichiga kelgan ma'lumotlarning hammasi string deyiladi. Misol uchun ABC string. Buni oddiy yozsangiz ham bo'ladi bittalik qilib. Bu ham string. Buni bir nechta qilib yozsangiz ham bo'ladi. Bu ham string deyiladi. Xo'p, endi qanaqa farqlari borligini bugungi dars ko'rib chiqamiz. Print, misol uchun o'zbek tilida O, G degan harflar bor. Aynan shu yerda farq qiladi. Bittalik qo'shtirnoq ikkinchisini talab qiladi. Bittalik ishlatdingizmi, ikkinchi sheriga ham bittalik bo'lishi kerak. Ikkitalik ishlatdingizmi, ikkinchi sheriga ham ikkitalik bo'lishi kerak. Endi o'tkir deb yozmoqchisiz yoki o'zbek deb yozmoqchisiz. O'zbek. Shu yerda bitta minusi bor. Mana buni sherigi mamu deb o'ylayapti, lekin bu yoqda qo'shtirnoq nazarda tutilyapti. Ya'ni o'zbek tilidagi mana o'sini qo'shtirnog'i. Agar oxirdan olib qo'ysangiz, mana buni sherigi topilmay qoladi. Shunaqa moment ikkitalik ishlatib ketiladi. Mana ikkitalik boshlanyapti, ikkitalik tugayapti. Endi bu yoqdagi endi kod sifatida qabul qilinmaydi, oddiy belgi sifatida qabul qilinadi. Nima uchun? Sababi aytib ketdim. Qo'shtirnoqlarning ichida kelgan har qanday narsa string deb ketiladi. Buni endi oddiy string deb qabul qilyapti. String degan o'zbekchasi tipi matn deb qabul qilyapti. Mana endi ishlaydi. Mana qo'shtirnoqi ham bor. Bu birinchi farqi. Endi bittalik ishlatsangiz nima bo'ladi? Bittalik ishlatsangiz mana buni sherigi topilmay qoladi. Buni kod emas, oddiy qo'shtirnoq deb tushuntirishingiz kerak Pythonga. O'shaning uchun mana bu belgi ishlatiladi. Bu slash emas, bu teskari slash. Enterni yuqorisidagi belgi, bu teskarisi, mana bu emas bu. Buni ishlatsangiz, buni kod sifatida qabul qilmagan degan bo'lasiz. Bunda ham ishlaydi mana. Endi uchtalik qanaqa farqi bor? Uchtalik farqi, misol uchun kattaroq so'zlar bo'lsa, gaplar bo'lsa ishlatiladi. Misol uchun qanaqadir she'r ketyapti yoki keling kattaroq gap yozamiz. sff.edu.uz platformasida Python kurslari boshlandi. Misol uchun.
Endi Python kurslari boshlandini ikkinchi qatordan chiqishini xohlayapman. Agar siz ikkinchi qatorga siljitib qo'ysangiz, endi bu ikkita string bo'lib qoldi. Manba alohida bitta string, manba alohida bitta string bo'lib qoldi. Hozir runni bossangiz, mana buni komment qilib turaylik. Kommentda aytdim ctrl/. Runni bossangiz bitta qatorga chiqyapti. Menga esa men bu gapim ikkinchi qatordan kerak. Uning uchun endi 3 talik ishlatiladi. Men joyiga qaytardim. Joyiga qaytarish xato qilib qo'ysangiz, ctrl/z ni bossangiz joyiga qaytadi. Aytaman. Bu yoqda ham 3 ta tursin deyman. Men bu belgini yopsangizlar, men bu oyna yopiladi. Hozir xalaq beryapti. Buni ham 3 ta bo'lsin deyman. Shunda boshda ham 3 ga 3 ta qo'ydim, oxirida ham 3 ta qo'ydim. Ya'ni men buni ishlatyapman. Endi ikkinchi qatorni pastga qarab tushiraman. Tushdi. Run bosaman. Ikki qatorga taxlandi. Hozir siz yana tushirib ketaverasiz, farqi yo'q. Mana. Endi men bundan bittalik qo'ysangiz ham ishlayveradi. Mana 3 tasini bu yoqqa qo'yamiz. Bir xil prinsipda ishlaydi. Bular string deyiladi. Keyingi dars string bo'yicha amaliyotlar bajaramiz.